Hi everyone, welcome to the High Language Training Center English Alphabet Video Classroom. And today we will also learn International Phonetic Alphabet. Okay, sağlaştı yaxşımısınızlar? Endi bugün mü o'xshashdan shu xalqaro tovush belgisini davomli o'rganmoqchi. Andaqda tunugunki shu ikki tongue twistersni tilga ayirish mashqini qaysinglar qildinglar. Ondan keyin biz hozir bugun shuni e'lon qilmoqchi. Yana davomli avasanglar bo'ladi. Shularning qanday eng yaxshi tanlab mukofotni yo'llab beramiz. Okay? Endi bugun o'rganmoqchi bo'lganimiz qaysi desanglar? Okay, ikki tovush. Bu ko'pincha e harfi bu shu telaffuz qilganda, bu telaffuz qilganda og'zimiz 90 gradus. 90 gradusni cho'ng ichiladi. Qizlar boshaqdamishmi? Okay. Okay, nayt ağzımız çoğun için ama. Mesela birinci söz qarab qo'yinglar. Bu nima ekan? Bag. Okay, b g. Shunami? Bag. Okay. Bag. Ağzımni cho'ng ichilganligini ko'rgansizlar. Qo'rqmay, ağzingni jitlab ketmaydi. Elastiklik yaxshi, ha? Bag. Shunga xijilolmay, cho'ng ichilma. Bag. Nayt yaxshi. Nima? Bag. Okay, bag deganimiz sumka. Shunami? Ammo ikkinchisi o'zini telaffuz qilib qo'yganlar, birinchisi ustinki tishlarimiz, omoq tishlarimiz ostinki livimizni ozroq tishlaydi. Ko'rdingmi? Fan. All right. Fan. Okay, fan deganimiz ko'rib turibsizlar, shamol turuvchi nima? Birinchisi nima ekan? Bag. Ikkinchisi fan. Okay, and agish qo'yinglar. Bag. Okay, fan degandek. Endi macho. Qaranglar, birinchisi g. Shunami? Nima bo'ldi? Glass. All right? Glass. Okay, endi glass deganimiz nima? Aynak. Aynak. Ama shu ko'z aynakning aynakmi shu o'sha glass. Buni nima deymiz? Glasses. Okay, glasses. Okay, endi keyingisi yana birisi bu nima? Hat. Okay, nima bo'ldi? Hat. All right. Hat, glass. Keyingisi bag. Yani fan. Okay, good. Endi ma'nolar qo'shmoq yana bir tovush va jiq savolashlar aralashtirib olamiz. Endi buningki shu harflari mo'sh talaffuz bo'yicha qildik. Bu nima? Ağzımız 45 gradus tarafda. Kichikroq ma telaffuz sal og'zimizdan oldi tarafda. Yana birisi sal keyinroq telaffuz qilindi. Bu nima? Okay, nima? Qisqa. Okay, nima? Bed. Bed. Hargiz bad deb og'zimiz yo'g'on saqolmaydi. Bed. Okay, bed deganimiz nima? Karvat. Endi keyingisi kettle. Okay, keyingisi nima? Kettle. Deb qo'yinglar. Kettle. Yaxshi. Kettle. Bed. Okay. Bed. Keyingisi nima? Kettle. Amsa o bir qur, ikki qur bu so'zlarni telaffuz qilib boqaylik. Qaranglar. Birinchisi ana bag. Big. Bag. Big. Hat. Head. Bad. Bed. Apple. Egg. Pan. Pen. Oddiy esa mesela bu telaffuzda ma'nojati tubdan o'xshamaydi. Bag deganimiz so'mka, big. Big deganimiz nima? Tilimak. Masalan, tilamchini beggar deymiz-ku. Shu bag deganimiz nima? Tilimak. Hat.
Hat deganimiz bu beshimiz kelgan shlapa. Head degancha bosh. O'sha beshimizni nimamiz? Head deymiz. Bad deganimiz asal hamda ma'usal so'zabroq talaffuz qilinadi. Bad. Shunday eski, masalan bad boy, oy eski o'g'il bola deganda ekan. Va keyingisi egg. Oh sorry, bed. Karvat degan gap. Demak, endi mushada hamda ma'noni aytdi, cho'ng farq qilyapti-ku. Sho'ng bo'shini xato talaffuz qilib qo'ysanglar. Sizlarniki talaffuzing yaxshi chiqmaydi. Sho'ng bo'lib mush oldirki, mush 4 taraf in time, 4 tovush in time, bo'ymi? Mana nima? Bag, big, hat, head, bad, bid, apple, egg, pan, pen. Okay, yana bir agish bo'lgan, bag, big, hat, head, bad, bid, apple, egg, pan, pen. Nice yaxshi. Xo'sh, endi mushu bilan munosabatli mushu tongue twisters, til qayrish mashq deymiz. Mushdan qarab bag'amiz Allohlar nima? Can you can I can as can I can? All right. Endi bu yerga birinchisi. Bu nima? Can. Can'ni ish qilmaymiz. Birinchisi konserva. Ko'rdim var ismlarga har xil masalan ichimliklarningki va yoki masalan har xil murabba, bu narsaniki konservasi. Shu konservani deymiz, can deymiz. Endi yana birisi can degan qilolmak, lalimak degan gap. Masalan, I can speak English. Men ingliz so'zlay olaman. Shunami? I can drive. Men mashina hayday olaman. Qilalayman, lalayman. Shunami? Endi can you lalamsiz, lalamsiz. Can deganimiz ham ismi bo'la oladi, fe'l bo'ladi. Fe'l bo'lganda ana konservaga, konservatsiya bir narsa konservalash yo konserva qachilash degan gap. Okay. Demakchi can you can siz qila olamsiz nimani? Bir konservani konserva qutisi qachilay olamsiz. As tak. Ana nima yerga deganimiz bir tal degan gap, buni nima? Keyingi o'rganmoqchi bo'lgan tavishimiz yoki shunami? Harfi bu hamda. A canner bir konserva ustisi yo konservachi can qila olgandek can bir konservani bir konserva ustisi qachilay olgandek shuning demakchi bir konserva ustisi bir konserva ustisi qachilay olgandek siz shu konservani konserva ustisi qachilay olasiz. Okay, bu ma'na muhim emas. Endi mishariki o'qish muhim. Qaranglar. Can you can as o'xshashlarmi? As emas shumi? As a canner can. Okay. Qaranglar. Can you can as a canner can? Qayta. Can you can as a canner can? As a canner can? Oh. Can you qila olamsiz shunami? Can konservatsiya qachilay olasiz. A can bir konservani as xuddi go'yoki tak shunami? A canner can. Xuddi bir konserva ustisi can qila olgandek can konservatsiya qachilab bir konservani. Can you can as a canner can? Can you can as a canner can? As a canner can deganaka. Eng oxirgi bir qatam. Can you can as a canner can? All right. Keyingisi qaranglar. Bu jo'disanglar hen deb o'qisa qolmaydi. Hen qisqalama. Hen. Yaxshi. Hen degan mekyan degan gap. Mekyan tishi to'xaning tishisini hen deymiz. Ammo sent. Okay. Sent deganimiz send oxiri tin o'rnida deba yo'llamak, avatmak degandan o'tkazilgan shakli. Sent yo'llamak nima? Avatmak. Macho pen
Okay, hem de pen deganimiz kalem shundaymi? Endi qaranglar. And sent Andy 10 hands and Andy sent and 10 pence. Deydi. Nima deydi? And ağzını yoğun açırğana. And degan adamning ismi, qiz bolaning ismi. And sent yo'lladi. Andy o'g'il bolaning ismi. Andy ismli o'g'il bola 10 hands. Demak, Andyga 10 million avatdi. Demakchi pochtadan ya bir narsa birsidan avatdi. And hamda degan gap, mishara. Andy sent, okay, sent avatdi. And the Andy Anga avatdi 10 pence. 10 qalamni. And Andyga 10 million avatdi. Andy Anga 10 qalam avatdi. Tushunami? Mushin telaffuz qilsanglar, abayqi ikki tovushni nayt o'lchamda ko'rgangan bo'lsizlar, qaranglar. And sent Andy 10 hands. And Andy sent and 10 pence. Yaxshi. And sent Andy 10 hands and Andy sent and 10 pence. Yana bir qator. And sent Andy 10 hands. And Andy sent and 10 pence. Okay. And oxirgi katama. And sent Andy 10 hands and Andy sent and 10 pence. All right. Mana bo'ldi. Bu tugray valla. Endi bugungi mazmun mushagicha bo'lsin. Sizlar degandek bizning appninki shu inkos qaytarish iqtidori orqali va bizningki salonni qatib qaysi birisi qulaysi bo'lsa shu ikkisi tanlash bo'lib, shuni avvalsanglar bizning sin darslar sizlarni kutmoqda. All right, that's all for today. See you next time. Goodbye.